Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyning har qaysi davlatlarda yashayotgan Uyg'urlarga va ularning oila a'zolariga ziyonkashlik qilayotganligini, Amerikaning bundan qattiq andish qilayotganligini bildirdi. Xitoyning o'xshash bo'lmagan davlatlarda yashayotgan va Sharqi Turkistondagi zulmni pash qilayotgan Uyg'urlarning oilalariga ziyonkashlik qilayotganligini bildirgan Pompeo, Amerika Xitoyning Uyg'ur faoliyatchilarining oila a'zolariga ziyonkashlik qilganligi, xohlagancha tutqun qilganligi va yig'ib olish lageriga qamag'anligi haqidagi xabarlardan qattiq andish qilmoqda dedi. Xitoyning Uyg'urlar qilayotgan zulm va bostirishlarini yo'shirish uchun Twitter va Facebook'ga pul xarjlaganligi o'ttirg'a chiqdi. Yangi tadqiqotlarga asoslanganda Xitoy 3 milliondan ortiq Sharq Turkistonlik tutib turilayotgan yig'ilish lagerlari haqida uchur bergan e'lonlar uchun Facebook va Twitterga pul to'lagan. Yig'ilish lagerlarini tarbiyalash markazlari deb tonishtirib, G'arb jamoatini ishontirib va lagerdagi vahshiy zulmlarni yo'shirish uchun Facebook va Twitterda pullik e'lonlarni bergan. Xitoy bir balvoq bir yo'l deb ism qo'ygan qarz to'zqiga O'rta Osiyo davlatlari orqama-orqa tushishga boshladi. Qirg'iziston Xitoyga bo'lgan qarz rad tartibida 5-o'rinda yer oldi. Amerika Davlat iqtisodiy tadqiqot idorasi Xitoyning chet ellarga qarz berishi nomli bir dokladni e'lon qildi. Dokladda Xitoyning qarz berish ishlari taxminan yarmining tizimga ilinmaganligi bildirildi. Dokladda Qirg'iziston Xitoyga eng ko'p qarzdor bo'lgan 5-davlat bo'ldi. Qarz to'zqiga tushgan boshqa davlatlardan Tojikiston 20-o'ringa, Turkmaniston 23-o'ringa va O'zbekiston 40-o'ringa tizildi. Angliya o'qituvchilari Boris Johnson hukumatining Rossiyaning Angliyaning Yevropa ittifoqidan chekinib chiqish referendumiga daxl qilganligi haqidagi dokladning e'lon qilinishiga to'sqinlik qilib, haqiqatni yo'shirishga uringanligini o'ttirg'a qo'ydi. Angliyada Rossiyaning saylamga daxl qilganligi haqida Parlament istixborot va bexatarlik komiteti tarafidan tayyorlangan dokladning e'lon qilinmasligiga doir talash-tortishlar davomlashmoqda. Eng chong o'qituvchi partiya bo'lgan Ishchilar partiyasining tashqi ishlar ministri Emily Tunberry bu vaqtda parlamentda e'lon qilgan bayonotda hukumatning dokladining e'lon qilinishini 12 dekabr saylamigacha kechiktirilishining butunlay nohaq, misli ko'rilmagan va siyosiy sababdan kelib chiqqanligini aytdi. Xitoyning Xi'an shahridan yo'lga chiqib, Marmarayni qo'llanib Yevropaga boradigan Xitoy temir yo'l idorasi tez poyezd ismli yo'l poyezdi Qozog'istondan keyin Ozarbayjon va Gruziyadan o'tib, Kars orqali Turkiyaga kirdi. Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishi doirasida Xitoydan kelgan taxminan 850 metrlik tunji yo'l poyezdi oldingi kun Anqaraga kelgan. Poyezd temir Ipak yo'li orqali Marmarayni qo'llanadi. Bulgariya, Sibiriya, Vengriya va Slovakiyadan o'tib Pragaga bordi.